Bozorga bordingiz. Mol, qo'y, tovuq, shunga o'xshagan hayvonlar, qushlarni sotib olmoqchisiz. Albatta qo'ldan olinadi. Bu yerda hech qanday narsa, hujjatlar rasmiylashtirilmaydi. U o'g'irlik bo'lishi ham mumkin u. Shuning uchun sotuvchini albatta suratga oling yoki videoga olib oling. Shunda qiynalmaysiz. Birovni qo'lidan telefon sotib olasiz, velosiped sotib olasiz. Do'kon bo'lsa u boshqa gap, u rasmiylashtiriladi. Lekin qo'ldan oladigan bo'lsangiz, albatta uni ham videoga olib oling, suratini oling. Shunday bo'ldiki, bir qadrdon kishilarimizdan bittasi masjidga velosipedda borgan. Chiqqan paytda velosiped yo'q. Uni qidiruvga berishgan. Oxiri bir necha kundan so'ng topilgan. Qo'shni qishloqda bir odam minib ketayotganda ushlangan. U odam men hech qanaqangi o'g'ri emasman, balki bozordan sotib oldim degan. Keyin har ehtimolga qarshi deb o'sha velosiped sotgan odamni suratga olib olgan ekan. Shuni ko'rsatishgan. Qarangki, o'sha masjidda velosipedini yo'qotgan insonning mahalladoshi o'g'ri bo'lib chiqdi. Shuning uchun o'zingga mahkam bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan maqolga amal qiling.